Assalomu alaykum hammaga. Jarqon tumanidagi 150 kilovatlik quyosh fotoelektrostansiyamiz tayyor. Uстановка jarayoni tugatildi. Endi invertorlar ilib podключение qilish jarayonidamiz. Ustalarimizning mahoratiga baho beringizlar. Mana zaborlarimiz odam bo'yidan baland. Stoykalarimiz, mana panelda stoykalari 6 ga 4 profillardan ishlatilgan. Betonlarimiz ham yerga yarim metrdan ko'proq kirgizilgan. Vijdonan ustalarimiz ishlagan. Materialdan, quyosh panelidan, hamma materialdan umuman pul ayrilmagan. Hamma narsamiz sifatli. Jinko panellarimiz ikki tomonlama dia invertorlar o'rnatamiz. Bu yerda biz cho'ntagimiz uchun foyda uchun qo'ymaganmiz. Xalq foydalansin, egasi foydalansin degan maqsadda materialdan umuman usta haqidan pul ayirmagan. Ustalarimiz ham vijdonan sifatli qilib qo'yib berishgan. Hozir ekranda sizlar ekranlaringizda ko'rinmasligi mumkin. Kelib ko'rsangiz bilasizlar. Menimcha yaqin atrofda bunaqa obyekt yo'q. Sifatli qilingan. Mana invertor qo'yiladigan joylarimiz. Mana qanaqa soya qilingan. Havo aylanishlari hammasi loyiha asosida qilingan. Mana darvozalarimiz 9 tomonli, mana odam kiradi. Odamlar uchun texnika uchun divoyna qilib qo'yilgan. Mana invertorlar ishimiz uchun soyani qarangizlar, invertor turadigan joyda qana sifatli qilingan. Xullas ishga gap yo'q. Ustalarimizga respekt. Obuna, like ayamangizlar, obuna bo'lingizlar. Kommentariya paydalasizlar, bizlarni paydashga qilib turingizlar. Inshaalloh ertaga sizlarning uyingizga to'g'ri kelib qolsa, men obunachizman desalaringiz, nasib bo'lsa, skidkalar bilan chiroyli qilib, sifatli qilib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat. Invertorlarimizda podключениесini ishga tushirgan vaqt yana bir marta video qilib beramiz. Hozircha sog' salomat bo'lingizlar.